Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, yaxshi o'tiribsizlarmi? O'rtoqlaringiz bilan choyxonangiz bor deb bormadingizmi? Choyxona. Hey, onasi. Biz 3 ta qizimiz bor edi. Choyxonada o'g'li bolalar qizlaring qalay deb ustimdan kulishadi. Mavzuni 90% menga qaratilgan. Mana 4-qizim ham tug'ildi. Bundan hammaning xabari bor. Hozir choyxonaga borsam 100% men haqimda mavzu bo'ladi. Qo'y. Undan ko'ra sizlar bilan o'tirganim yaxshi. Adajon, men siz o'g'lingizman. Nima xizmatingizni qiling. Qizim, eringchi. Otajon, men o'zi jannatga ketdim. Adajon, men siz o'g'lingizman. Nima xizmatingizni qiling.